أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalomu alaykum hurmatli asl taxta kuzatuvchilari. Rossiyaning Sivtivkar shahridan bizga 4 metrli 2 xil razmer assortimentda strapilali taxtalarimizdan yetib keldi. Strapilali taxtalarimizning holatlarini ko'rishingiz mumkin. Ovozim yaxshi eshitilmayotgan bo'lishi mumkin kranning ovozida. Shuning uchun hurmatli akalar, hozir holatlarini bitta ko'ringlar. Men videoning oxirida sizlarga полностью ma'lumot aytib ko'rsatib o'taman. Asl taxtani kuzatib boringlar. Asl taxtaga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Okalar, sariq kesgandan keyin olib keldi. Kachsilarni bitta ko'rishingiz mumkin. Qarana taxtani, juda chiroyli taxta bu. Kachsilarga bitta baho beringlar. Xohlasani donaga, xohlasani kubaga, xohlasani pachkabay. Gaplashaveramiz, aloqa chiqaringlar. Xo'p, okalar, furalarimizni tushirib bo'ldi. Endi sizlarga razmerlarini ko'rsataman. E'tiborli bo'linglar. Kelgan razmerlarni zavod bergan razmerlarni полностью hammasini ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar. 3 ga qo'yishga harakat qildim. Endi 1,5 milliga rozi bo'lasizlar. Xo'p, endi okalar, sizlarga qanaqa ko'rinadi bilmadim-ku, lekin menga 18 ga hop, qalinligi 3,4 ko'rsatibdi. Endi harakat qildim. Endi o'zim syomka qilib, podдержка qilib like bosib turinglar-da. Shunaqangi zo'r videolarni qo'yib bertganim uchun narxini ham aytib o'taman. Xo'p, hurmatli akalar, juda ham kamchilik taxta purish zavod bergan razmerni kamdan kam odam ko'rsatadi. Ko'pchilik mana shunaqangi chiqitgan razmerga hisob kitob qiladi. 10,5 ga 31 ga kelgan. Buni mana ko'rishingiz mumkin. 10,5 ga eni, qalinligi 31, ya'ni 15 sm eni, 3,1 sm qalinligi, uzunligi 4 metr. Pachkasida 320 dona bo'ladi, 100% sasna. Xo'p, bitta pachkasida 4 kuba 166 bo'ladi. Xo'p, buni полностью xarakteristikasi shunaqa, okalar. Sizlarga полностью ochiq oydin o'yin bo'libdi. Shunaqa mehnatni qadrlab bitta like bosib tursana. Zo'r taxtalar, yana ertaga 4 ta furamiz kiradi. Ularni ham полностью obzor qilib qo'yib ko'rsataman. Xo'p, okalar, 2 xil razmer degandim. 10,5 ligini ko'rsatdim. Endi mana shu 13,5 ligi. Hozir buni ham ko'rsataman. Sizlar ham qopdi. Xo'p, bu 13,5. 13,5 ga 33 ko'rsatdi. Xohlasa bu ham qaror qilmaydi. Bir kubasini hurmatli akalar $350 qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar donaga necha pul chiqishini bilish xohlasani, bemalol nomerlarga murojaat qilsani bo'laveradi hurmatli akalar. Skladlarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar. Aytganimda obuna bo'lib, kuzatib turishni davom etinglar. Chotki narxlarda chotki taxtalarni qo'yib ko'rsatamiz. Prosta donaga ham aytib o'tayradim, lekin hozir vaqt tig'iz. Srazu unnida ilhom kelgan paytda srazu video olishga kirishib ketdim akalar. Shuning uchun donasini qo'ya olmadim. Donasi qiziq bo'lsa, nomerlarga murojaat qilaveringlar. Vaqtingizni ayamay oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.